Tinchlik, do'stlik va farovonlikning umumiy makonini barpo etish mavzusida Termiz muloqoti o'z ishini boshladi. ayni kunlarda Surxondaryo Termiz muloqotining birinchi yig'ilishiga mezbonlik qilmoqda. The meeting was held at a place at the Uzbek-Afghan border. Uzbekistan initiated an international summit called the Dialogue on Connectivity between Central and South Asia to create transport corridors, energy infrastructure, and enable simpler trade. Bu mana asosiy bir kirish qismi, Afg'onistondan kirib keladigan joyi. Yuk mashinalari mana shu koridordan kirib keladi O'zbekistonga va O'zbekiston va uni yog'i shimolga ketadi. Afg'on fuqarolariga oson qilish uchun Mozor Sharifdan avtobus qo'ygan, shuttle bus qo'ygan. Unda 200 ga yaqin siyosiy, iqtisodiy va biznes doiralar vakillari, 20 dan ortiq davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etayotgan anjumanda ilmiy tadqiqot markazlarining nufuzli ekspertlarini bir manzilda jamladi. Bu yoqqa ilgari hech kim kela olmas edi. Bu yoqqa qo'yishmas edi. Asrlar davomida Termiz sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lib xizmat qilgan. Bu yerda qadimiy dinlar, Zardushtiylik, Buddaviylik, Nasroniylik va Islom bir-birini to'ldirib, madaniyatlar aro muloqotga yo'l ochgan. Bu shahar Yunon, Baxtriya va Kushon imperiyalari tutashgan nuqta. Temuriylar davrida esa ilm-fan va savdo-sotiq markazi bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li mashhur bo'lishidan ancha avval Termiz orqali Hindistonni Markaziy Osiyo bilan bog'lovchi qadimiy yo'llar kesishgan. Bugun esa Termiz tarixiy rolini yana tiklamoqda. U Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'laydigan zamonaviy ko'prik. Strategik joylashuvi, infratuzilmaviy yangilanishlari va xalqaro hamkorlikdagi loyihalari bilan O'zbekistonning janubiy darvozasi sifatida yana bir bor dunyo nigohida, deb yozadi O'zbekiston Xavfsizlik kengashi kotibining birinchi o'rinbosari doktor Eldor Aripov o'zining Euronews'da e'lon qilgan maqolasida. Eretam Free Zone is a free trade zone located in Termiz, Sukhandarya region, on the border between Uzbekistan and Afghanistan. Spanning 36 hectares, the complex features parks, shopping and entertainment centers. Bugungi dunyoda biz turli inqirozlar ichida yashayapmiz. Ko'plab muammolar mavjud va odamlar siyosiy bo'linishlar tufayli azob chekmoqda. Diqqat markazida insonlar bo'lishi kerak. Ya'ni barcha rivojlanish siyosatlarining markazida inson turishi lozim. Bu muloqotning asosiy maqsadi ham aynan shu deb o'ylayman. Afg'oniston aholisi juda katta bir gumanitar inqiroz, gumanitar muammo oldida turibdi. Shuning uchun o'zingizga ma'lum, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Afg'onistonga katta insonparvarlik ko'magini amalga oshirdi va mana shu insonparvarlik yuklari Afg'onistonning Mozor Sharif shahriga yetkazib berildi va bu bilan O'zbekiston har doim Afg'oniston xalqi bilan yonma-yon ekanligini, O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi tarafdorligini yana bir bor isbot etdi. Bog'liqlik uni tartibga soluvchi qoidalar va huquqiy asoslarga ham bog'liq. Aniq va inklyuziv kelishuvlarsiz eng ilg'or infratuzilma ham o'z vazifasini bajara olmaydi. Bu ayniqsa Afg'oniston uchun to'g'ri keladi. Biz buni ochiq aytamizmi yoki yo'qmi, haqiqat shundaki, Kobulda faoliyat yuritayotgan hukumat mavjud. BMT tashkilotlari u yerda faoliyat yuritmoqda. Jahon banki o'z vakolatxonasini qayta ochdi. Ko'plab davlatlar esa o'z elchixonalarini saqlab qolgan. Biroq bu aloqalar bir turdagi huquqiy va diplomatik kulrang zonada kechmoqda. Ya'ni rasmiy tan olinmagan holatda amaliy hamkorlik. Bu noaniqlik haqiqatda xavf tug'diradi. Bizneslar noaniq holatda qoladi. Yordamlar uzviy emas, afg'onlar esa muallaq holatda yashashadi.
Центральная и Южная Азия всегда были связаны надежными торговыми артериями, являлись мостом для стран Ближнего Востока, Европы и Китая. Укрепление мира и дружбы, доверия и добрососедства, расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами отвечает общим интересам всех государств Центральной и Южной Азии. Xavfsizlik, iqlim yoki taraqqiyot bo'ladimi? Markaziy Osiyo Janubiy Osiyosiz barqaror rivojlana olmaydi va Janubiy Osiyo ham Markaziy Osiyosiz barqaror rivojlana olmaydi. Termiz muloqoti fikr va g'oyalar almashinuvi uchun eng asosiysi esa ishonchni shakllantirish uchun muhim platforma hisoblanadi. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili sifatida mintaqaning barcha davlatlari ushbu tadbirda yuqori darajada ishtirok etayotganini ko'rib, juda mamnun bo'ldim. Bu esa Markaziy Osiyoda yondashuvlarning o'xshashligi va birlik mavjudligini anglatadi. Bizning asosiy maqsadimiz Markaziy Osiyoni farovon va barqaror rivojlanayotgan ishonch va do'stlik makoniga aylantirishdir. Buning uchun biz qo'shni va yondosh mintaqalar bilan o'zaro aloqalarni kuchaytirishga ustuvor ahamiyat qaratmoqdamiz. Bu yo'nalishda Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifini ilgari surdik. And I really commend and thank the government of Uzbekistan for their leadership in this area. International cooperation is also essential. Afg'oniston Markaziy Osiyoning uzviy qismi ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Bu davlatda tinchlik va osoyishtalik o'rnatilishidan nafaqat biz qo'shni mamlakatlar, balki butun dunyo manfaatdordir. Shu bois biz afg'on xalqiga hamisha qo'ldan kelgan yordamni ko'rsatmoqdamiz. Yaqinda o'zbek-afg'on chegarasini ochib, ushbu mamlakatga birlamchi zarur bo'lgan oziq-ovqat, neft mahsulotlari va elektr energiyasi yetkazib berishni qayta tikladik. Hozirgi qiyin davrida Afg'onistonni yakkalab, uni muammolar girdobiga tashlab qo'yish mumkin emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotida asosiy e'tibor davlatlar o'rtasida va davlat ichidagi tengsizliklarni kamaytirishga qaratilgan. Buning uchun esa o'zaro ishonch zarur. Termiz muloqotida nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki Janubiy Osiyodan, albatta Afg'onistondan ham vakillar ishtirok etayotgani ayniqsa muhimdir. Markaziy va Janubiy Osiyoni yana bog'lash yo'lida ikki asosiy to'siq mavjud. Ulardan biri Afg'onistondagi vaziyat, ikkinchisi esa Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyatlardir. Termiz muloqotida ko'rganimizdek, Afg'oniston allaqachon Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan muloqotga faol jalb etilgan. Afsuski, Hindiston va Pokiston o'rtasida qarama-qarshiliklar yana kuchayib bormoqda. Har ikkala mamlakat uchun hozirgi holatga muqobil ravishda qanday imkoniyatlar mavjudligini tushunish muhimdir. Ya'ni Hindistonni Pokiston va Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo bilan bog'laydigan hamkorlik salohiyatini anglash lozim. Bu hozirgi ziddiyat tufayli Hindiston qo'lga kirita olmayotgan foyda, ya'ni imkoniyat narxidir. Agar hech qanday ijobiy istiqbol bo'lmasa, eski mojaroli andozlarga qaytish osonlashadi. O'zbekiston esa Afg'onistonda hokimiyatni kim egallagan bo'lishidan qat'iy nazar, u bilan muloqot olib borish qobiliyatini yillar davomida namoyon etgan mamlakat sifatida bu jarayonda muhim rol o'ynashi mumkin. O'zbekiston, Hindiston va Pokiston bilan aloqalarni kengaytirish orqali har ikkala davlatga o'zaro ziddiyatlarga emas, balki yirik regional imkoniyatlarga e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatishi mumkin. Bu esa Hindiston yarim orolini Markaziy Osiyo orqali butun Yevroosiyo bilan bog'lash imkonini beradi. Haqiqiy bog'liqlik kilometrlab yo'llar yoki savdo hajmida emas, balki biz yaxshilanishiga hissa qo'shgan insonlarning hayotidan roziligi, barpo etilgan mustahkam ishonch va uzoq yillardan beri e'tibordan chetda qolgan insonlarga
qaytarilgan qadr-qimmatda o'lchanadi. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar tomonidan transport loyihalari amalga oshirilsa, Eron va Pokiston portlariga chiqish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Masalan, bugungi kunda Pokistondan Markaziy Osiyoga bitta konteyner olib o'tish uchun kamida $900 sarflash kerak. Agar Mozori Sharif, Qobul yoki Peshawar orqali to'g'ri yo'l o'tkazsak, bu holda konteyner narxi kamida 3 barobar qisqaradi. Yangi infratuzilma loyihalari Termiz shahrining qiyofasini o'zgartirib, mintaqaviy bog'liqlikni mustahkamlamoqda. 36 gektarda barpo etilgan Ayritom xalqaro savdo markazi Pokiston va Afg'oniston fuqarolari uchun vizasiz kirish imkonini yaratdi. Bu yerda savdo do'konlari, mehmonxonalar, klinikalar va ishlab chiqarish zonalari joylashgan. Markaz Afg'oniston, Pokiston va boshqa qo'shni davlatlar mahsulotlarining savdosi va eksportini yengillashtiradi. Mintaqada hali ham mavjud bo'lgan asosiy muammolar birlashish jarayonidagi to'siq va qiyinchilik sifatida qolmoqda. Eng birinchisi va eng muhimi, huquqiy va tartibga soluvchi asoslar hanuz mavjud emas. Infratuzilma Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lashdagi asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, biznes va xususiy sektorning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan boshqa masalalar ham mavjud. Bu masala davlat darajasidagi siyosatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, mintaqaviy integratsiya va ulanishga yanada inklyuziv yondashuvni ta'minlash zarur. Markaziy va Janubiy Osiyoning geografik yaqinligi va salohiyatiga qaramay, ikki mintaqa o'rtasidagi savdo hajmi hozircha cheklangan. Yillik savdo aylanmasi atigi $5 milliard tashkil etadi. Bu Markaziy Osiyo va ancha uzoq Yevropa ittifoqi o'rtasidagi $55 milliard savdoning kichik qismidir. The answer was yes, but they enjoy a big discount offered to them by the Uzbek government. Lack of orientation of the Uzbek business to Biz xaritada qanchalik yaqin bo'lmaylik. Baribir Markaziy va Janubiy Osiyo hanuzgacha ko'zga ko'rinmas, biroq barchaga birdek haqiqat bo'lgan idrok devori bilan ajralganini tan olishimiz kerak. Bu tarixiy merosning biz tanlamagan raqobatlarning natijasidir. Bu narrativlar ortiq bizning manfaatlarimizga xizmat qilmaydi. Albatta, barchamiz buyuk o'yinlar va boshqa tarixiy voqealardan xabardormiz. Ammo bugungi kundagi asosiy to'siq bu jismoniy emas, balki axborotga oid muammo. Bu ishonchning yo'qligi, bir-birimizni yetarlicha bilmasligimiz va tushunmasligimizdir. Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo va ularning orasidagi Afg'onistonning geografik joylashuvi ham qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Eng muhimi, foydalanilmagan bozorlar, yosh mehnat kuchi va mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy jihatdan integratsiyaga qiziqishining ortishi, bularning barchasi imkoniyatdir. 2021-2024 yillarda O'zbekistonning faol ishtirokida Trans-Afg'on yo'lagi orqali tashilgan yuklar hajmi 2 barobar oshdi, ya'ni 1,8 million tonnadan 4 million tonnaga yetdi. Afg'oniston hukumatini xalqaro hamjamiyat tomonidan va yirik davlatlar tomonidan tan olinishini asosiy talablaridan biri bu ayollarning huquqini ta'minlash va Afg'oniston hukumati buni qancha tez tan olsa, anglab yetsa, shunchalik tez bizning Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o'rtasidagi bog'liqlik jarayonlari jadallashadi. Shu afg'on tomonlarining o'zini e'tirofiga binoan bu prezidentimizning afg'on muammosini tinch yo'l bilan hal qilishni strategik ko'rinishi. Ya'ni faqatgina tinchlik muzokaralarni boshlash emas, balki kelajakda mana Afg'onistonda tinchlikni mustahkamlash, ya'ni agarda xalqqa siz ish bermasangiz, xalqqa yaxshi bir iqtisodiy rivojlanishga sharoit qilib bermasangiz, ular yana qurolni qo'liga oladi. Va bizning hisoblarimizga va Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisoblariga ko'ra taxminan 120-150 ming afg'on mujohidlari xudo xolisa tinchlik o'rnatilgandan keyin ular tinch hayotga reintegratsiya bo'lishi kerak. Ularga ish joylari yaratish kerak. 2023 yilda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida 11 nafar afg'onistonlik qiz bakalavriatni tamomladi. Ular orasidan ayrimlari magistraturada ta'limni davom ettirmoqda.
madaniy almashuv dasturlar, undan tashqari talabalar almashinuv dasturlari bo'lishi mumkin va Termizda bo'layotgan jarayonlar bu yaqqol misol. Masalan, Termizda o'sha afg'on talabalari kelib tahsil olishadi. Bu yerda universitet va maktablar ochilgan va u orqali biz o'zbeklar bilan afg'onlar bir-birimizni tushunishni boshlaymiz. Hozir tinchlik o'rnatiladigan gaplar bor va uni bilish uchun, tushunish uchun, anglash uchun biz ular bilan ko'proq muloqot qilishimiz kerak bo'ladi. Involving Afghanistan's relationship with the world. Today is very much aligned with what the Uzbekistan government is pursuing to achieve in the newest perspective.